Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari. Sizlarda ham shunaqa bir положениялар juda ham ko'pmi? Masalan, birov bilan bir o'rtog'ingiz bilan gaplashmoqchi bo'lasizmi yoki kimlardir bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, bezashto kelishmovchiliklar kelib chiqadimi o'zidan o'zi? Nima o'zidan o'zi problemalar kelib chiqadimi? Birov-biridan nezashto xafa bo'larmi? Birov-birovga nezashto yomon gaplarni gapirib borarmi? Nima sizlarda ham shunaqa bo'lyaptimi? Yoki faqat bizning hayotimizda shunaqa bo'lyaptimi? Men tushunmadim. Bu birimizni tushunib yashash shunchalik qiyin bo'ldimi? Qo'ni-qo'shni deysizmi, qarindosh urug' deysizmi? Nima uchun unaqa mehr-oqibat bir normalniy bir odamgarchilik bilan gaplashish shuncha qiyin bo'ldimi? Birov bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, darrov aybingizni yuzingizga solarmi? Nimaga masalan aytaman-da, bir ayb ish qilsangiz, nimaga u ishni qilding deydi, yo bo'lmasa unaqa bo'lding deydi. Sira hayronman, odamlar bilan qanaqa gaplashsa bo'lar ekan, tavba tavba. O'shim odamlar bilan murosa qilib gaplashish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Bir joyga borib ishlamoqchi bo'lsang ham, o'sha sheriklaring bilan birga ishlashni ham o'zi bo'lmayapti. Gapingga qovushmaydi, gapingga olishmaydi. Shunaqa bir nima desam, g'alati hodisalar bo'lib ketadi. Sizlarda ham shunaqami? Juda ham jonga tegdi boru. Shunaqangi odamlar, odamni tushunmaydigan odamlar juda jonga tegdi to'g'risi.